Dim hayot yo'llarida ko'pdir zoti ayol bas, To'marisning qo'llaridan tug' olmagan ayolmas. Ruhim yulduz ko'kka bog'lan, yulduz faqat xayolmas, Ulug'bekday bitta o'g'lon tug'olmagan ayolmas. Shoir va shoiralar, xalq, millat yuragidan tug'ilgan muhabbat bolalari bo'ladi deyshadi. Shundan bo'lsa kerak, ularning bitgan satrlari ham yurak qoni-yu jonning shirin yeridan qalqib chiqadi va xalqning qalbiga aylanadi. Ayniqsa shoiralar va to'g'rirog'i ayol qalbi haqida gap ketganda, uning qalbi, irodasi va sabrining darajasini o'lchaydigan so'z bormikan dunyoda deb o'ylab qolasan. Halima xonim ham mana shunday betimsol, betinim va beorom qalb egasi edi. Bugungi chuqur ehtirom va cheksiz hurmatimiz O'zbegimning ulkan qalbli shoirasi, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibasi Halima xonim Xudoyberdiyeva haqida.